Ruday ko'chasidan 125 kvadratlik polnotsiyali 4 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Polностью yevro remont qilingan. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi shetlari yevro montaj qilingan, TV zona. Bu tomonda prixoja mebel qo'yilgan va siyajcha zona qilingan do'stlar. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Kvartiramiz Rudagida joylashgan. Gammametni orqa tomonda bo'lyapti. Devor polностью attachment qilingan, krashin eshiklar qo'yilgan do'stlar. Bu yer esa bizlarda kattagina mehmonxona bo'lyapti. Televizor, mягкая zona, parda, gilam, hamma kerakli jihozlari bor. Bu yer esa birinchi yotoqxonamiz bo'lyapti. Bu yerda gilam, parda to'shalgan. Lustraga bitta baho bering. Va mana bu yerda bizlarda oshxona bo'lyapti. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan xona. Polностью kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Dvokonturli kotel bor. Kvartiramiz cho'pli pol va radiatorlar qo'yilgan kvartiramizda. Bu yer esa bizlarda katalar yotoqxonasi bo'lyapti. Katalar yotoqxonasida ham ko'rishlaringizdek hamma kerakli mebel jihozlari bor. Bu yer отдельный санузел katalar yotoqxonasiniki bo'lyapti. Va mana bu yerda bizlarda yana bitta yotoqxona, bu bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ikkita kravat, shifoner, parda, gilamlar qo'yilgan do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda общий санузел kattagina bo'lyapti. Kvartiramizning kvadrati 125 kvadrat va narxi 99 ming, yana savdosi bor. Telefon qilinglar, pastdagi nomerlarga arzonroq olib berishga harakat qilamiz.